Va alaykum assalom. Go'zal odob uchun avvalambor sizga kattakon rahmat. Hafizulloh. Keling, hozir birinchi o'rinda milliyligimiz ko'rsatib o'tsa-da, undan keyin esa yana suhbatimizda davom etaveramiz. Xo'p. Milliyligimiz yo'qolmasin. Milliyligimiz mana Atlas adreslarimiz bor. Milliy Atlas baribir Atlas bilsangiz Hafizulloh juda ham chiroyli, adres ham undan-da chiroyli, juda ham zo'r. Endi keling, shuni qanaqa sotiladi? Metr sotiladimi endi buni? Albatta, bizda bu matolarimiz metr sotiladi. Xo'p. Bu adres nusxalar turli matolarga bosilgan. Turetskiy, Lion, Shortway har qanday fayz nima, har qanday fasllarga mos kela oladi bular. Hozir keling, bahor keldi. Bahor esa endi metri qancha endi? Bahoriylarimiz bizda o'ta optim narxlarda 20 ming so'mdan 35 ming so'mgacha. 20 ming so'mdan boshlanadi, 35 ming so'mga olib metri bor, xudo xohlasa. Endi 20 ming so'mligi qaysisi? 20 ming so'mlarimiz mana bularimiz bor. Bular metri 20 ming so'mdan. Lion adreslari. Lekin bu ham yaxshi ekan, juda ham yaxshi ekan materiali. Keyin nima deydi? Hib sifat ekan, juda ham chiroyli ekan. Cho'ziluvchan harakat. Endi 35 mingligi qaysi endi? Buni bor mana. Yana bir qator ko'rsatib o'tib ketamiz. Nimchalar uchun juda mos, lekin juda ham chiroyli ekan mato. Juda ham zo'r. Endi hozir buni metri hisoblanadimi endi Hafizulloh? Bu albatta metr hisoblanadi. Juda ham zo'r. Endi bularchi endi? Bulari? Xo'p, bularimiz Jakarta indiski mato bo'lib, ko'ylak, kostyum yubkalarga ayni muddao chiqadi. Bahor fasllari, kuz fasllariga juda ham mutanosib ravishda. Hozir adashmasam bu yerga ko'proq ushbu do'konga, ya'ni opa-singillar kelar ekan, o'zlari o'ziga kerakli matoni tanlayapti, ranglarini o'zlari xarid qilib olib ketishyapti. Hattoki men ko'rdimki, yuzda tabassum, mamnuniyat ila chiqib ketdi do'konlardan, juda ham zo'r. Endi keling, bu tomonni ham bir qator ko'rsatib o'tamiz opa-singillarimizga, ya'ni yurtdoshlarimizga. Kanalimiz aziz mehmonlari, bizga obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. Bitta like sizdan, bizni kuzatishda davom eting. Suhbatdoshim bor Hafizulloh. Bu insonga ham avvalambor shaxsan jamoamiz nomidan tashakkurimizni ham izhor etamiz. Bizga chiroyli ma'lumotlarni beryapti. Keling, shu haqida gaplashamiz endi. Buni necha xili bor endi? Buni nomi nima endi bu materialni? Matosi. Bambuk matosi bo'lib, ular odatda eni 2 metr bo'ladi, ancha enlik. Mijozlarimizga qulaylik yaratadi, enliligini hisobiga. Bu tigerli variantlari, bular addatonli variantlari. Tigerli variantlarini metri necha pul endi? Bularimiz tiger variantlarimiz metrga 45 ming so'mdan hisoblanadi. Eni enliligini hisobi 2 metrliklarga. Addatonlilarimiz 38 ming so'mdan beryapmiz. 38 ming so'mdan sotilyapti hozirgi paytda. Hozirgi paytda bular metr. Juda ham zo'r. Endi mabodo keling bizni kanalimizdan sizga qo'ng'iroq qilsa, endi chegirmasi bormi endi aksiya? Albatta, kanaldan qo'ng'iroq qilsa, chegirma qilib beramiz. Xudo xolasa. Endi bular nima endi bu matolar? Endi bular nima? Ro'molmi nima endi bular? Xo'p. Yoki matomi? Bular matolarimiz, qusoq holatda matolarimiz. Bularni ham hozir mana qilib Hafizulloh baylab qo'ysalar, bu ro'molga ham o'xshab qolibdi, shuning uchun. Bularda odatda ro'molga ham, ko'ylaklarning ichida paydubiylarga ham hisobda ishlatsa bo'ladi. Shuning uchun baylab qo'yibsizlar-mi? Hozir adashmasam aksiya bo'layotgan, chegirma bilan debdi. Bular ushbu matolarimizni 30% aksiya bilan qilib beramiz. Misol deylik endi, mana 10 metr oldi. Endi metri qancha endi buni? Bu matoimiz metri 20 ming so'mdan. Xo'p, 10 metr olsa, 200 ming so'm bo'lsa, undan 30% ga chegirmasi bor. Lekin juda ham yaxshi ekan. Zo'r ekan, opa-singillar, shoshiling. Birozdan so'ng manzillarni tushuntirib o'tamiz va telefon raqamlarini ham qoldirib o'tamiz. Bemalol qo'ng'iroq qiling. Mabodo uyingizda turib kela olmasangiz ham qo'ng'iroq qiling. Xudo xolasa akangiz yoki xo'jayinlar bilan kelib, o'zingizga qaysi mato yoqqan bo'lsa, xarid qilib ketasiz. Endi buni bir qator ko'rsatib o'tamiz, Hafizulloh. Bularimiz velvet elastik matolar bo'lib, bular ikki taraflama ega. Bu tarafini ham, bu tarafini ham bemalol kiyim qilib tiksa bo'ladi. Ikki taraflamada, ikki taraflama bemalol bu tarafini tiksa ham bo'laveradi kiyimga, bu tarafini ham tiksa ham bo'laveradi. Lekin juda ham zo'r. Bu matolarimiz nafaqat ayol qizlarimizga, bu addattonni hisoblangani uchun o'g'il bolalarga ham, aka-ukalarimiz ham bemalol bundan sportifga, langisiv qilib foydalanib kiysa bo'ladi. Bemalol. Endi bu yerda necha xil rasvetkasi bor hozir shu yerda adashmasam? Bu yerda o'zi hozir 10 xildan oshiq rasvetkasi bor. Yana buni rasvetkalari bor. Olib chiqib ilyapmiz. To'g'ri. Hozir men Hafizulloh, men ko'chada yurganimizda xizmat jarayonida bir insonni ko'rdim, shundan sportifga qilib tikib kiyib olibdi bir yurtdoshimizni ko'rdim, lekin juda ham chiroyli yarashgan. Hozir buni metri endi necha pul Hafizulloh? Bularimizni metri 40 ming so'mdan beryapmiz. 40 mingdan boshlanyapti. Boshlanishi. Endi bo'yi eni qanaqa endi buni? Bularda eni 1,5 bo'ladi. 1,5.
ikki taraflama ega bo'lganligi uchun u yog'ini ham bu yog'ini ham kiysa bo'laveradi. Bemalol, juda ham zo'r. Endi hozir Hafizulloh mana shu do'konda savdo qilasizlar. Endi qaysi matoga ko'proq talab bo'lyapti? Aka-ukalarimiz ham keladimi bu yerga yoki opa-singillar ko'proq xarid qiladimi? Qanaqa endi? Bizda opa-singillarimiz ham. To'g'ri, endi ular ko'proq keladi. Demoqchimanki, aka-ukalar ham keladimi xarid qilgani? Aka-ukalarimiz ham keladi. Bundan tashqari akalarimizga ham yana matolarning turlari ko'p. Bizda barcha fasllar uchun mutanosib ravishda matolarimiz bor. Hammasidan bor. Keling, bu qatorga ham o'taylik-da. Bu qatorda ham ko'rdik, juda ham chiroyli ekan. Bu matolarni ham bir qator yurtdoshlarimizga, opa-singillarimiz va aka-ukalarimizga ko'rsatib o'tamiz-da. Birozdan so'ng manzillarni ham tushuntiramiz va telefon raqamlarini ikkala taraflarini ham kiysa bo'ladi. Habibulloh, sizga bitta narsani aytaymi? Hali muhtasham 100 yil bor-ku. Xurram Sulton kiygan material matolarga o'xshaydi ekan. Juda ham chiroyli ekan. Juda ham chiroyli. O'sha kino esimga kelib ketdi hozir. Shu materialni mana shu orqasi xibishni, endi bizda nimada ayol qizlarimiz tushunishadi, shtapl desa, buni orqa tomonini xuddi shu materialning orqasi shtapl varianti. Zo'r ekan bu ham. Bular ham o'ta chiroyli narsa. Endi mana bularimiz bor. Shork ayol qizlarimizga juda ham dizaynlarga mos keladigan rang-barang tiger va brendlilari bor va hatto shu shorklarimizni milliy naqshda ham kelyapti. Shu milliy naqshdaga lekin juda chiroyli chiqdi. O'ta chiroyli chiqyapti. Endi buni metri necha puldan Hafizulloh bularda? Xo'p, mana bu birinchidagi matolarimiz ko'pralarga keladigan bo'lsak, bularimiz endi 1.60, 1.5 hisoblanadi, 80 ming so'mdan beryapmiz. 1 metr 80 ming so'mdan sotilyapti. Mana bu shtapl variantlarini 60 ming so'mdan beryapmiz shu kunda. Shork variantlarimiz, shork matolarimizni 45 ming so'mdan beryapmiz. 45 ming so'mdan, lekin juda ham yaxshi narx. Yo'lida hozir o'zi aytib o'tyapsiz, har tomonda 30% chegirma skitka bo'lyapti, aksiya deyapsiz, lekin juda ham zo'r. Keling, xarid qiling. Bular ham bir-biridan chiroyli matolar ekan, keling. Bizga batafsil gapirib berib ketavering. Bu matolarimiz asosan jalzayn, miramir matolar bor. Juda bor. Mana bu miramir matoyimizni brend bosilgani Gucci brend desa juda ham chiroyli, yumshoq ekan. Juda ham yumshoq. Opa-singillar juda ham yumshoq ekan materiallari. Bularimiz hozir 6 xil rangi bor, mavjud. 25 ming so'mdan beryapti. Xuddi mana shu matolarimiz 1 metr 25 ming so'm. Bo'yi endi qanaqa bo'ladi? Ularni endi 1.5 metr. Ayol qizlarimiz 3 metrdan bemalol bosib bo'ladi. Zo'r ekan, ha? Sifatli va arzon. Siz ham qizingizga, men ham qizimga xarid qilsam bo'ladi. Zo'r ekan. Xuddi shu matolarimizni endi mana gullik varianti bor. Gullik matolarimiz bor. Gullik varianti bularni ham narxi 25 ming so'mdan. Zo'r ekan. Endi menga shular ham yoqdi mana. Shular ham yoqdi. Shu jazzayn miramir tukli matolarimizga milliy naqshlarimiz ham kelyapti. Milliy naqshlarimiz nafaqat o'zimizda, balki boshqa joylarda ham urf bo'layotgani Yevropalarda ham urf bo'lyapti. Yevropalarda ham urf bo'lyapti. Hozir 20 ming so'mdan sotilyapti ekan, juda ham zo'r. Mana o'zlari yozib qo'yibdi, aksiya deb. Bular haqida ma'lumot bering endi. Bu matolarimiz bahoriy va kuziy mavsumga bo'lib, hozir bizda Ramazon aksiyasi ketyapti. Ushbu matolarimiz hamma barchasi 45 ming so'm sotilgan narsalar Ramazon aksiyasida 20 ming so'mdan. Juda ham zo'r. Mehr muruvvat oyida turibmiz hozir. Mana shu matolarimizni mana nafaqat ayollarimiz, balki aka-ukalarimiz ham kiysa bo'ladi. Ushbu o'zimizning mahsulotdan mana ust ko'rishingiz mumkin. To'q rangidan o'zim ham kiyib olganman. Juda ham tiktirib, juda ham sifatli va yaxshi matolar. Buni metri qancha? Bunimiz material 45 ming so'm sotilgan. Hozir Ramazon aksiyasida 20 ming so'mdan beryapmiz. Hozir hamizda endi bular endi mana bu yerda ham aksiyaga 20 ming so'mdan deb qo'yibdik. Endi bular haqida ham gapirib berasiz endi bir qator. Bular hamma mana bu yerdagi matolar turli-tuman bo'lib, bular ham 45 ming so'm sotilgan. Ramazon aksiyasida bularni ham 20 ming so'mdan qilib beryapmiz. 20 ming so'mdan. Hatto mana shu matolarimizni ham ko'rishingiz mumkin. Bular katak bo'lgandan keyin orqa tarafidan qora adlattorni holatda shim holatda tiksa ham bo'ladi. Chiroyli ekan ostidan. Ikkala tarafidan ham foydalansa bo'ladi. Buni aka-ukalarimizdan foydalansa bo'laveradi. Albatta. Buni metri 20 ming so'm. Endi qanaqa endi? Bularda ham endi 1.5. Maktab va kollej barcha formalarga mutanosib bo'ladi. Optim joyiga kelib xarid qilsa ham bo'laverar ekan. Optim joyiga kelib xarid qilsa ham bo'ladi. Juda ham zo'r ekan. Endi bular hozir to'xtang, Hafizulloh gapingizni oldim. Bularni opa-singillarimiz haligi nima deydi? Jinsovkali ko'ylaklar
tiktirsa ham bo'laverar ekan. Albatta. Agar kostyumiga ham lekin chiroyli chiqsa kerak bu ham. Ko'ylak, kostyum, yubka, barcha Narsalarga narsalarga juda ham chiroyli chiqadi ekan. munosib. Jinsiy matolarimiz ham ranglari juda ham hozirgi. Buni metri qancha endi? Bularimiz 36 ming so'mdan qilib 36. Lekin bu nima endi bu? Qanaqa material? Juda chiroyli ekan-a. Bu stresh material bo'lib, bunga pilsirovka bosilgan. O'zimizda shu xizmat ham bor. Pilsirovka xizmatini ham yo'lga qo'yganmiz. Bemalol o'zimizdan xarid qilib, pilsirovka kerak bo'lsa, pilsirovka xizmatini ham qilib beramiz. Tayyor o'zimizda bor. Bunga ham imkoniyat bor o'zimizda. Juda ham zo'r. Endi bu tomonga o'tib ketamiz endi. Keling, bularchi? Bularimiz. Bularimiz qalin qishki matolar bo'lib, bular ham 50 ming so'mdan sotilgan. Hozirgi chegirma narxida 32 ming so'mdan qilib beryapti. 50 mingdan vaqtida sotdik, lekin hozir ro'za aksiyasi bo'lib, Ramazon aksiyasi bo'layotgani uchun 35 ming so'mdan 32 ming so'mdan 32 ming so'mdan juda ham zo'r 18 ming so'm aksiya juda ham zo'r. Bizda nafaqat kiyim-kechaklarga va balki uylarning dizayni, divan, kreslo, shunaqa narsalarga ham hatto ko'rdik, klientlar bizlarga tikkan mahsulotlar bilan kelishdi. Chevallardek. Shu narsalarni divanlariga ham hatto chexol sifatida ham foydalanyapti. Lekin bo'ladi, hafizulloh foydalansa juda ham chiroyli chiqadi. Matoyimiz jinsiy bo'lib, bu Euro stilli variantda bo'ladi. Bu asosan kostyum yubkalarga juda ham mutanosib chiqadi. Juda ham zo'r. Endi bu tomondagilarchi? Hafizulloh, metrini aytib ketasiz. Bu matolarimiz oldin tanishib o'tgan bayon matolarimiz gulli varianti. Gulli Bularga ham varianti. endi 1.60. Qani narxlari bular ham 25 ming so'm. 25 ming so'mdan Ablatonning narxi bilan bir xil. Lekin bu optim joyi shuncha 25 ming sotilyapti, arzon-dek. Arzon. Endi bu bir qatorni tasvirga olib ketaveramiz endi. Xo'p, bularchi? Bu matolarimiz gifyurli setkalar bo'lib, chiroyli ekan sog'ligiga bu ham. albatta bulardan asosan ko'ylaklarning bezaklariga ishlatishadi, qo'shimchalariga. Ha, ko'ylakni bezagiga to'g'ri aytasiz, men ko'rganman, ko'ylakni bezaklariga to'g'ri aytasiz. Qarang, buni endi metri necha xil rasvetkasi borda va metri necha pul bo'ladi? Xo'p, bu yerda 300 xildan ortiq rasvetkasi bor. To'g'ri ekan, 300 xildan. Bu yerda hammasi ilinmagan. Bular ham 30 ming so'm sotilayotgan narsa. Ramazon aksiyasida bular ham hozir 20 ming so'mdan berilyapti. 10 ming so'm aksiya bo'lyapti. Arzon, yurtdoshlarga yengillik bo'lish maqsadida. Materiallar cheksiz ekan. Mana bu yerda azizlar, vatandoshlar, yurtdosh materiallar qanaqa rasvetkalari kerak bo'lsa 1,5 ming xildan ortiq deyapti. Hozir Hafizulloh kameramizga qarayapsizda, doimiy ish faoliyatida telefon raqamlarini aytib o'ting. Albatta. Bizda yana bir narsani qo'shimcha qilib o'tib ketaman. Barcha mavsumga topshirish bo'ladi. Yozda kelib qishki matoni, qishda kelib yozgi matoni xarid zo'r ekan. Shu yerda eng asosiysi, eng yaxshi varianti zo'r ekan, juda ham zo'r ekan. Mato manzilimiz Andijon eski shahar Devonaboy masjidi ro'parasida. Ya bundan tashqari poytaxtimiz Toshkent Abu Sahida da Qotor 97-do'konda. Telefon raqamlarini aytib Call o'ting. centerlarimiz bor. 74 kodi bilan 225 9600. Adminimiz raqamlari 99 901 2200. Azizlar, kanalimiz obunachilari va kanalimiz mehmonlari suhbatdoshim Hafizullohga shaxsan jamoamiz nomidan tashakkur deb qolaman. Chiroyli matolar haqida bizga ma'lumot berdi. Eng asosiysi ushbu do'konga kelasiz, aksiya bo'lyapti. Misol deylik 45 ming so'mlik matoni 20 ming so'mga sotilyapti. Bu yer optim joyi 1,5 ming xildan ortiq nima deydi, ranglardagi turdagi matolar bor bu yerda topiladi. Xudo xolasa sizni qo'ng'iroqingizni kutamiz. Agar shahar ichida bo'lsa bemalol keling, o'zingiz ko'ring, xarid qiling, bizni kuzatishda davom eting. O'sha kamtarin boshlovchingiz Nodirbek, har doimgidek, meni tasvirchim Shuhratbek Yunusov, suhbatdoshim Hafizulloh bo'ldi. Bugungi o'tayotgan kuningiz xayrli, barakotli o'tsin. Ko'rishamiz inshaalloh.